Urug'liymi? Qo'yding buni. Qana to'laymiz, ey? Mana qara, kamera yo'q, egasi yo'q. Qochdik. Ketdik, nima qoqqan qo'zida o'tiribsan? Qog'oz bilan ruchka ber. Ketdik, nima qilmoqsan? Mashina sotib to'lay olmaymiz-ku. Ber. Yaxshi onajon. Xo'p, yetaman. Aka, uzr. Mashinangizni bexosdan urib oldim. Nomeringiz yo'qligi sababli topa olmadim sizni. O'zim nomerimni qoldirdim. Iltimos, menga aloqaga chiqing. Hali ham shunaqa odamlar bor ekan. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men bo'ya turtib olgan mashinangizning egasiman. Yo'q, Vasxotdagi Enrique Chirini do'koniga keling. O'sha yerda kutaman. Alo, assalomu alaykum. Ha, ukajon, keldingizmi? Mashina oldimi aka? Hozir chiqaman. Mayli, xo'p. Shunaqa insonlar hali ham bormi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr aka, bilmay qoldim. Sizdaqa insonlar hayotda yo'q deb bilar. Meni qo'yib qoldirdingiz. Nimaga aka? Qochib ketsangiz bo'lardi. Buni ustiga kamera ham yo'q edi. Hammamiz kuzatib turguncha Alloh bor. Hozir pul bilan hal bo'ladigan muammomni qiyomatda savoblarim bilan o'zmoqchi emasman. Mashinamni ta'mirlab berish shart emas. Lekin Mana bu do'kon menga tegishli. Yaqinda ikkinchi filialni ochmoqchiman. Menga sizda halol insonlar kerak. Agar yo'q demasangiz, xursand bo'lgan bo'lardim.